Media sohasida $5000 daromad. Hozir siz menga video olib bergin deysiz-da, men $100 deyman. Bitta mobilograf maksimum qancha daromad qilishi mumkin? Qachonki pul uchun ishlamasangizgina pul sizga keladi. Lekin yaxshi pulga ishlardim, ko'pchilik pulimni bermasdi. Eng katta daromadingiz 4000, 5000 cheki yo'q. mobilografiya sohasi o'lib kelyapti. Mobilograf bo'lib ishlasanglar 5000 gacha, kamida 5000 gacha ajratamiz. Bir oyiga zo'r ishlayotgan odamlar yaxshi daromad topyapti-da, lekin bu yerda yaxshi daromad topolmayotgan odamlar shunaqa gap chiqaryapti. Sizga men deyman, arzon ishchi kerakmi yoki sifatli ish kerakmi? Savol bersam siz nima deb javob berasiz? Arzon ish kerak demaysiz-ku, sifatli ish, menga natija kerak deysiz. Natija kerak bo'lsa, mana shu summaga men natija qilib beraman deyman. Media sohasida $5000 daromad. Bugun eng yaxshi natijaga erishib kelayotgan o'quvchimiz bilan podkast syomkasini boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz Nilufar. Nilufar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldik. Kirganingiz uchun rahmat. Zo'r, sizlar chaqirdinglar, xursand bo'lib ketdim. Zo'r. Nilufar, o'zingiz haqingizda endi batafsilroq gapirib bersangiz. O'zim haqimda, ismim Nilufar, Toshkentdan, yoshimni aytmayman, yosh ko'rinaman-ku. Media sohasida hamma sohada ishlaganman. Mediaga nima tegishli bo'lsa. Xo'p, hozirgi kunda kim bo'lib ishlayapsiz? Nima sohada ishlayapsiz? Marketolog. Marketolog sohasida. Ya'ni 24-potokimizda ta'lim olgandingiz. DIG'ni eng zo'r potoki 24-da o'qiganman. Reklama DIG'ga. Da, reklama. Xo'p, 24-potokda ta'lim olgansiz va olingan bilim va ko'nikmalaringiz mana hozir marketing yo'nalishida qanaqa qilib sizga asqotyapti? Boshida aytib beraman. Men SMM sohasida ishlaganman. Jurnalistika yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Telekanalda ishlaganman, lekin men telekanal xohlaganimdek bo'lmagan. Xafa bo'lishsam aytaman, men taassurotim kanal haqida boshqacha bo'lgan. Keyin men o'zim xohlagan ishni qidirishga harakat qilganman. Keyin SMM sohasida ishlaganman. Mobilografiyaga kelganimning sababi hamma ishni punktualniy qilishni xohlayman. Ya'ni o'zim ko'rib turishim, qanaqadir o'zimning biznesim bo'lsa ham, men mobilograf olib ishlatsam ham, o'zim bilsam xatosini ko'ra olaman-da, sen noto'g'ri qilyapsan yoki men buni to'g'rilab fikr alisha olaman. Ishim to'g'ri, idealniy bo'lishi uchun men shu sohada o'qiganman. Hozirgi kunda endi qanaqa proyektlar bo'yicha mana shu bilimlaringiz asqotyapti? Ha, men eng birinchi bo'lib Humo Arenada marketolog bo'lib ishlaganman. Bundan 5 yil oldin o'tda Rustam aka direktor edi, hozir alishgan. Keyin men o'qidim, ishladim, lekin yaxshi pulga ishlardim, ko'pchilik pulimni bermasdi. Hozir aytmayman, lekin juda taniqli brendlar. Aytsam hozir minusga ishlab ketishadi. Ishlatib pulimni berishmagan deyman. O'zlarini 1 milliard odam ko'ryapti hozir. Ne, prosta odamlar bilsin-da, katta kompaniya degani, taniqli brend degani bu pulinglarni beradi degani emas ekan. Men hozir hammaga nechta odam ko'rayotgan bo'lsa, maslahat berib ketardim, shartnoma bilan ishlanglar. O'zingizlar страховкаlarni qilib qo'yinglar, обязательно shartnoma bilan ishlanglar, ikkita tomonlama. U o'zingiz страховкangiz uchun. Hozirgi ta'siri bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa oldin ko'p pul ola olmasdim, boshqa bo'lardi. Networking degan narsa bor. Tanish orttirish, bilim orttirish, o'rganish. Men o'ylardim, O'zbekistonda kimdandir nimadir o'rganib bo'lmaydi deb. Chet elliklar yaxshi. Biz chiqib qoldik. Ha, men Instagram ko'rib o'tirganda bitta videoni ko'rdim, juda ham e'tiborimni tortdi. Men adashmasam 20 dan ortiq ko'p qidirganman. Taniqli, hozir men ismini aytmayman. Men sizga ham aytgan edim, shunaqa taniqli odamlar bor, lekin men aynan sizlarni tanladim, chunki ular faqat o'zini reklama qiladi, ko'p mobilograflar. Bizda o'qing, kurs sotib oling, mana shu pul. Lekin men hech qaysi deyarli hozir endi qilishmayotgan bo'lsa ko'rmadim. Mana shu kompaniyani qilganman, mana bunaqa qilganman, gapirib bermaydi, faqatgina zo'r pul topasiz. O'zini reklama qilish bilan ovora-da hamma mobilograflar. Lekin bularda men faqat ishini ko'rganman, o'zini reklamasi yo'q sizlarda. Majlis proyekti qildik, men bitta qilamiz. Natija bilan ishlaganingiz uchun men sizlarga kelganman. Keyin ancha pishganman. Yaxshi. Siz savolimga javob berib mana olingan bilim ko'nikmalaringiz hozirgi ishlab kelayotgan proyektlaringizda qanaqa sizga yordam beryapti? Nima qaysi proyektlarda endi полностью o'zingiz syomka qilib yuribsiz, to'g'rimi? Syomka qilyapsizmi? Syomka qilyapsiz. Bir oyda nechta videorolik yopasiz hozirgi kunda? O'zim marketolog bo'lib ishlayman dedim-ku. O'zini SMM komandasi bo'ladi, men unga aralashmayman. Lekin marketolog bo'lganimcha men tekshiraman. Bu degani, meni mas'uliyatli qilib ko'rsatadi, ishini zo'r qiladi, obro'yimni ko'tarib beradi-da. Demakki, men o'qiganimni menga foydasi tegyapti. Misol uchun, qaysidir cringe video bo'lib qolsa, men aytaman, bu xira olingan yoki bu men bitta misol uchun deylik, mana shu reklamasi-da,
bakali. Lekin boshqacha kadrdan olyaptimi, bu hozir to'g'ri reklama bo'lmayapti deb man aytib bera olmayman. Professional marketolog bo'lib ko'rsatib beraman-da o'zimni. Buni orqasida lekin man shu sohada o'qiganim yotadi. Ya'niki mobilograf bo'lib, o'qish bu degani faqat shu sohada ishlab ketish degani emas. Mobilograf bo'lib xohlagan sohada ishlash mumkin-da. Faqat shu sohada qolib ketaman degan narsa xato. Misol uchun man hozir shuni ishlamasam ham mobilograf bo'lib, lekin shu o'qiganim uchun hozir man professional yaxshi marketolog bo'lib yuribman. Tak, hozirgi kunda mana shu mobilografiya sohasida qancha daromad ko'ryapti mana qo'lingiz ostida ishlayotgan mobilograflaringiz yoki yaxshi mobilograf qancha daromad qilishi mumkin degan savolga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda odam o'ziga uveren bo'lishi kerakda. Man misol uchun summa kelishayotganda deylik, hozir siz menga video olib bergin deysizda, man $100 deyman. $100 qimmat deb siz menga aytasizda, men aytishim mumkin. Boring $30, $20 ga videolar bor, shunga yarasha qilib beradi. Качественный video kerak bo'lsa $100. Siz o'ylab ko'rasiz. Agar siz ishingizni rostdan rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizga zo'r kadr kerak bo'lsa, mana shu gapni o'ylab ko'rasiz. Menga $20 ga kerak emas videodan ko'ra $100 ga effektli zo'r video qilganim yaxshi deysiz. Man maslahat berardim, mobilografiya o'qiyotganlar uveren bo'lsin, faqat pul uchun ishlamasin. Suhbatlarga borishadi-ku, ko'p savol berishadi-da. Qayerdan ish olsak bo'ladi, ish bilan ta'minlaysizlarmi? Nimaga endi biz ish bilan ta'minlashimiz kerak? Man hech qachon bormaganman. Mani ishga oling deb. O'zida uveren bo'lish kerak-da, ishini ko'rsatsin. Mana OLXdan ish qidiramiz deyishadi yoki do'kon yuramiz deyishadi. Yo'q, unaqa qilish shart emas. Просто o'ziga uveren bo'lsin. Shunaqa gaplashsin. Eng birinchi o'rinda muomala. Ish topish hozirgi kunda muammo emas. Qancha yangi ish ochilayotgan bo'lsa, ishchiga ham talab shuncha ko'p. Qancha bitta mobilograf maksimum qancha daromad qilishi mumkin? Maksimum 4000, 5000 cheki yo'q. Bitta videoni $100 ga ham olish mumkin. Bitta dona videoni $1000 ga ham olish mumkin. U mahoratiga bog'liq. То есть ya'ni suhbatlarda yoki переговорlarda klientni yo'qotib qo'yamanu, voy nima qilaman deb qo'rqib o'tirish kerak emasda, именно o'ziga uverenroq. Uverenlikni qayerdan oladi odam? O'zidan agar ishini rostdan zo'r bilsa, menda shunaqa. Misol uchun men shuncha summaga ishlayman desam, qimmatroq-da desa aytaman, arzon ishchi oling. Men ishimga yarasha javob beraman. Arzon ishchi oling, lekin u shu summaga yarasha javob beradi. Sizga men deyman, arzon ishchi kerakmi yoki sifatli ish kerakmi? Savol bersam, siz nima deb javob berasiz? Arzon ishchi kerak demaysiz-ku. Sifatli ish, menga natija kerak deysiz. Natija kerak bo'lsa, mana shu summaga men natija qilib beraman deyman. Yana bir marta qaytib kelyapmiz shu narsaga. Agarda siz astoydil, yaxshi, sifatli joylarda ta'lim olsangiz, o'zingizni ustingizda olinayotgan bilim va ko'nikmalarni praktikada qo'llab, o'zingizga uveren mutaxassis bo'lsangiz, daromadingiz ham shunga yarasha bo'ladi. Hozirgi kunda mobilografiya sohasi o'lib kelyapti degan stereotiplar o'zi chiqyapti hozir bozorda. Shunaqa bu savollarga, bu tahlilga nima aytgan bo'lardingiz? Bunga yo'q degan bo'lardim. Men keltirib beraman. Mobilografiya hech qachon o'lmaydi. Misol uchun televizor bo'lgan oldin, hozir hamma Instagramda o'tiradi. Televizor yo'q bo'lib ketadi deyishadi, lekin televizor yo'q bo'lib ketmaydi. Baribir yoshi kattalar ko'radi, kimlardir ko'radi. Endi mobilografiyaga keladigan bo'lsak, odamlar vaqt tejashni xohlaydi hozir. Do'konga borib, narxini so'rab, shu tovar bormi, yo'qmi deb o'tirmaydi. Instagramga kiradi, roliklardan, istoriyalardan ko'radi. Mobilografiya nimasi yaxshi, nima uchun o'lmaydi? Deylik, 1000 so'mlik narsani video orqali 100 minglik qilib ko'rsatib berishingiz mumkin. Lekin 1000 so'mlik narsani 500 so'mlik, 200 so'mlik qilib qo'yishingiz mumkin video orqali. Ya'ni har bitta biznesmenga mobilograf kerak. Mahsulotini reklama qilish uchun, odamlarga ko'rsatib berish uchun. Misol uchun, men Turkiyadan olib keldim, shuni oling desam, odamlar ha deydi, lekin mana shunaqa videoda effektni ko'rsatib bersangiz, u nima, qanaqa, qayerdan kelyapti, qiymatini video orqali ko'rsatib bersangiz, u biznesmenlarga yaxshi. Hozir kundan-kun biznesmenlar ko'p, bizneslar ko'p. Shuning uchun menimcha bundan buyog'iga ko'paysa ko'payadi, lekin kamaymaydi. Keyin yana bitta narsa aytib ketaman. Shu narsani kelib chiqayotganiga sabab mobilografiyani zo'r ishlayotgan odamlar yaxshi daromad topyapti-da, lekin bu yerda yaxshi daromad topolmayotgan odamlar shunaqa gap chiqaryapti. Yaxshi, yaxshi. Juda ham zo'r insight bo'ldi menimcha. Hozir в целом ish faoliyatini mana o'qishga kelayotganida har bir odam endi в любом случае anaqa qiladi-yu, risk qiladi.
Xo'sh, mana допустим, bizani hozir kuzatib borayotgan odamlar ham risk qilingman, nima по-любому pul berish kerak, investitsiya qilishim kerak, anaqa o'zini rasodniy joylari bor. Shu narsadan ikkilanib turgan odamlar yoki o'ylanib turgan odamlar qanaqa qilib mana shu qo'rquvini nima deydi, yengib o'tish mumkin-da? A, eng birinchi niyatni boshidan yaxshi qilish kerak. Man shu yerga borsam o'rgana olmaymanmi, ish topa olmaymanmi degan odam manimcha yo o'rgana olmaydi yoki ish topolmaydi. Lekin man shu yerga borib zo'r bo'lib ketaman, o'rganaman degan odam даже 100 emas 200% man ayta olaman, o'rganib ham ketadi, ish ham topa oladi-da. Misol uchun man ham sizlarda o'qiyotganimda proyektlarim bo'lgan, yaxshi proyektlar olganman, lekin qaysi payt pul berishardi, qaysi payt pul berishmasdi, lekin esingizda bo'lsa oxirgi marta man telefonimni ham sotib yuborganman. Bu risk deyiladi. Mani ishim telefonga bog'liq, telefonsiz ish qilolmayman, lekin menga bilim kerak bo'lgani uchun man shunaqa risk qilganman, lekin hozir mana natijasi yaxshi. Hozir Nilufar e'tosiz katta brendlar bilan ishlayapman. O'rta katta brendlar mani o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda yillik byudjetni formirovatsiya qilinadi. Ya'ni ularning byudjeti bir yilga qanaqa qilib taqsimlab berishini yilni boshida yanvarlarda aniqlashadi. Aniqlashayotganda endi o'rtadan yuqori bo'lgan brendlar $50,000 to nechidir million dollargacha sarflashadi. Shu sarflash etapida birinchi o'tiradigan odam bu marketolog. Ya'ni siz. Taqsimlab berish. Ha, biz Taqsimlab berayotganda mana shu media sohasiga qancha foiz общий byudjetdan sarflashyapti? Вот, zo'r savol bo'ldi. Deyarli ajratilgan summani 50% mediaga ketadi. Shuni tushuninglarki, video kerak dedim-ku, tovarni zo'r reklama qilib berishga, uni odamlarga yetkazib berish uchun man ayta olaman, agar SMM komanda bo'lib ishlasanglar yoki mobilograf bo'lib ishlasanglar, 5,000 gacha, kamida 5,000 gacha ajratamiz. Bir oyiga. Bir oy ichida. Endi shu byudjet o'sha odamlar bilan formirovatsiya qilib ketaveradi. Yana bitta narsa, bitta ishda bu shuncha ajratiladi. Agar sizlar ishinglarni tez qilsanglar, yaxshi qilsanglar, 2 ta, 3 tagacha olishingiz mumkin. 3 tadan ko'p ulgursanglar ham adashib qolasizlar, lekin 2 ta, 3 ta normalniy. Yaxshi daromad topa olsangiz, o'zingiz uchun hozirgi kunda qanaqa yaxshi nima deydi? Nima materialniy покупка bo'ldi sizda? Man do'kon ochganman. Man bilmadim, man shu yoshimda, shu anaqamda man uchun katta natija deb o'ylayman. Nima deydi, qiz bola bo'lib turib, ham o'qib turib, o'zimni o'zim eplab turib, man uchun bu yaxshi natija deb o'ylayman. Endi zo'r emasdir, lekin o'zimni do'konim bor. Man ishlaydigan shogirdlar bor. Misol uchun man ham kimlargadir pul beraman. Bitta o'zim emasman-da. Mani orqamda kimdirlar bor. Bu zo'r narsa-da. Kimdir sizdan nimadir o'rganmoqchi bo'lsa, kimdir nimadir so'rasa, Do'konda nima sotasiz? Qanaqa do'kon ochdingiz? to'g'risini aytaman, o'zi kiyim do'kon bor. Bu kechroq chiqadi-ku, to'g'rimi? Ikkinchi do'konim ham yaqinda ochiladi. U yerda sumka, aksessuar do'kon. Eng katta daromadingiz? Eng katta daromadim shuncha deb aytolmayman. Lekin mana shuncha pul topyapman, mana shunaqa deyish erish tuyuladi-da. Harakatga bog'liq. Lekin man natija bilan ayta olaman, eng katta daromadim mani do'konlarim. Zo'r. То есть qaranglar o'rtoqlar, natija haqida ko'p gapirishimiz mumkinki, hammani o'zini nima deydi, o'zini qilayotgan jarayonidan kelib chiqqan holatda hamma daromad ko'radi. Kimdadir daromadi o'rtacha, kimdadir yuqori bo'lishi mumkin. Bularning hammasi o'zinglarning qo'lingizga bog'liq. Ya'ni qanchalik astoydil harakat qilsanglar, qancha yaxshi ish faoliyatinglarni olib borsanglar, sifatli video kontent yasashni o'rgansanglar, daromadingiz ham xuddi shunaqa tarzda yaxshi bo'lib o'sib ketaveradi. Yana bitta man qo'shimcha qilay shu narsaga. Misol uchun qaysidir kasbiga shuncha pul topadi deb ishlash xato. Misol uchun man tekinga ham ishlaganman-da, даже yillab ham tekinga ishlaganman. Agar odam ishini yaxshi ko'rib ishlasa, pulni o'zi keladi. Bu aytishadi, "Man ham shuncha pul topganimda, shunaqa derdim. Man ham bayvayni ichida o'tirib yig'lasam mayli edi. Innomarka mashinada o'tirib, omadsiz bo'lsam mayli, yolg'iz bo'lsam mayli" deb ko'pchilik heyt qilib gapirishadi. Lekin aslida bu bor narsa, qachonki pul uchun ishlamasangizgina pul sizga keladi. Misol uchun siz aytmaysiz-ku, bugun ITda zo'r pul topsam IT o'qiyman, ertaga mobilografiyada zo'r pul topsam mobilografiya o'qiyman demaysiz-ku. Siz yaxshi ko'rib ishlasangiz, hamma sohada ham zo'r pul topishingiz mumkin. Ya'ni o'sha soha sizniki bo'lsa. Lekin
zo'r pul kelyapti deb o'qish xato deb o'ylayman. Aslida mana mobilografiyada ko'pchilik o'rganmayapman, ish yo'q degan odamlar shu pul uchun kelgan. Mobilografiyada shuncha pul topishyapti deb kelgani uchun ham ularda hozir balkim natija yo'qdir. Shuning uchun birinchi navbatda erishayotgan natijaga emas, qilinayotgan jarayonga urg'u beramiz. Tanlayotgan endi o'quv markazlarni ustozlari qanaqa ish jarayonini qilyapti, qanaqa natijalarga erishilgan, materialni emas, ya'ni qanaqa mashina sotib olgan, qanaqa uy sotib olgan emas, именно qanaqa videoroliklar qilyapti, qanaqa qilib, qanaqa brendlar bilan ishlayapti, shu narsalarga urg'u berib qarasanglar, shuni orqasidan tanlasanglar, shunda adashmaysizlar. Ha, keyin shunga qo'shimcha qilib aytaman. Bitta kompaniyani ishini olasiz, qilyapsiz, pulini olsam bo'ldi deb ishlash kerak emasda. Agar siz u kompaniyani ishini zo'r qilsangiz, u sizni ketqizgisi kelmaydi. Xohlasangiz pul qo'shib beradi, bonus chiqarib beradi, yillab shartnoma qiladida, eng kam 6 oy shartnoma, 6 oy 2 yil vaziyatga qarab shartnoma qilib beradi. Yana bitta plyus tarafi, agar siz ishingizni zo'r qilsangiz, misol uchun sizni biznesingiz zo'r ketyapti, men o'rtog'ingizman. Aytaman, sani biznesing zo'r ketyapti, nima qilyapsan, kim bilan ishlayapsan deyman-da. Siz mobilografist tavsiya qilasiz. Men bu odam bilan ishlayapman, mana bu ko'tarib beryapti. U plyusga ishlaydi. Ya'ni siz qayerdan ish topaman, qayerdan daromad topaman, men ish qidirib yuramanmi deyishga hojat qolmaydi. Siz ishingizni zo'r qilsangiz, sizga klient keladi-da. Mana shu narsa juda ham muhim. Yana qarang, Nilufar, biz hozir yangi kurs ustida ishlayapmiz. Bu kursimiz onlayn tarzda. Shu viloyatdan ko'p odamlar kelishadi, shu sohaga qiziqishadi. Endi ulardan kelish, masofa uzoqligi bo'yicha ular kelisha olmaydi yoki qanaqadir davlat ishida yoki qanaqadir organizatsiyada ishlayapti, kelib ta'lim olish ularda imkoniyati yo'q. Именно shunaqa odamlar uchun hozir yangi onlayn kurs qilyapmiz-da. Bu kursimizda shu siz kursda olgan hamma bilim va ko'nikmalaringiz kiritilyapti. Mobilografiya sohasida qanaqa yo'nalishlar bo'yicha syomka qilishni o'rganib olsangiz, mana 7 ta yo'nalishingiz bor edi, adashmasam. 7 ta yo'nalishdan tashqari o'sha target reklamasini yoqish, mana SMM yo'nalishida ham ba'zi bilimlarni beryapmiz. Hamma 60 tadan ortiq video darsliklar tasavvur qiling, atigi 990 ming so'mga taklif qilyapmiz. Bu nima deb o'ylaysiz? Bu bilimlar bunaqa narxga qattandir ham ko'rganmisiz, eshitganmisiz? Xarajatsiz harakat nolga teng deyilgan narsa bor-da. Eng zo'r biznesmenlardan so'rasanglar ham xuddi shu narsani aytadi. Men ham sizga aytdim, mani daromadim bo'lmagan emas, bo'lgan. Lekin mana mendan kimnidir misol qilmaylik, o'zimdan misol. Daromadim bo'lmagan emas, bo'lgan. Lekin men shu yerga kelib, bilimga pul tikib, vaqt ajratib, men kam bo'lganim yo'q-da. Birovni misol qilish hojati yo'q. Oddiy mana jonli живой anaqa desa bo'ladi. Ha, men qisqa qilib aytganda juda ham arzon. Shuncha narsa uchun. O'rtoqlar, agar siz ham atigi 990 ming so'mga onlayn kurslarimizda ta'lim olmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilgan havola orqali o'tib biz bilan aloqaga chiqinglar. Bundan tashqari biz o'quvchilarimiz orasida, shu onlayn kurslarimizda ta'lim olgan o'quvchilarimiz orasida motivatsiya bo'lishi uchun kursimizda oxirida diplom ishlarini eng yaxshi natijalar ko'rsatgan o'quvchimizga iPhone 16 Pro Max sovg'a qilyapmiz. Men qimmatga o'qiganman. Qani menga iPhone? Bular arzonga o'qirganda, menga iPhone. Xo'sh, shunaqa imkoniyatlar faqat sizlarda, shuning uchun shoshilib qolinglar. O'tkazilgan, ko'rsatilgan havola orqali o'tib kursimizga yoziling.